Ana endi so'zni tadbirni ochib berish uchun Zangiota tuman hokimi Rustamov Erkin Erkamovichga beramiz. Hurmatli boshimiz doimiy ravishda qayta ta'kidlab keladilar. Davlat idoralari, davlat xodimlari mahallaga pastga tushgan holda shu bevosita fuqarolar bilan muloqot qilib, har bir muammoni o'sha mahallani o'zida ijobiy hal qilish. Bugungi kunda mana tinch zamonda yashayapmiz. Shu tinchligimizni, abadiyligini saqlash uchun vaqtli prezidentimiz birinchi sonli qaror tasdiqlab berdilar. Ushbu qaror ijrosi doirasida Zangiota tumanida jami 5 ta huquq-tartibot maskani barpo qilib foydalanishga topshiriq belgilangan edi. Mana bugun ushbu huquq-tartibot maskanlarini ochib, faoliyatini boshlash arafasida turibmiz. Faoliyatlar o'zini madadkor bo'lib, yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, rahmat nurlarini yog'dirsin. Barchalarimizga bosh bo'lib turgan boshimizni olib borayotgan xayrli ishlarda o'zing muvaffaqiyatlar nasib qilgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar.